Adil Mecid teatr san'atining beshigi bo'lgan Markaziy teatr institutini a'lo natija bilan tamomlab 1986-yili Xinjiang opera umiga taqsim qilindi. U shundan e'tiboran ustozlardan kamtarlikdan o'rganib, chidam g'ayrat bilan mahorat egallab, Uyg'ur teatr san'atining sepiga ishonch bilan qadam qo'ydi. Attirgulga xushbo'y hid qanchalik zarur bo'lsa, odam uchun kulkimi shunchalik zarur. Bu nuqtani cho'nqur, teran ma'nosi bilan tushungan Adil Mecid teatr san'atining eng ixcham, chaqqan janri bo'lgan etot kuldirgi shaklini tanlab olib, har xil mijoz, har xil xarakterdagi obrazlarni nihoyat muvaffaqiyatli yarata oldi. Adil Mecitning bugungi mana mushu muvaffaqiyatini tabriklab, uning nurg'unlagan saboqdoshlari, qurdoshlari, tangdoshlari bugungi etot kechiligiga alohida qadam tashrif qildi. Tuvanda biz uning saboqdoshlarining, tangdoshlarining vakili bo'lgan Izzat Ilyosni sahnamizga olqishlar taklif qilamiz. Qani marhamat. Qani marhamat. Yaxshimisiz Izzat? Mening bilishimcha siz Adil Mecitning aktyorlik fakultetida birga o'qigan savodishgansiz. Ana savodishingiz bugungidek mana shunday zo'r muvaffaqiyatlarga erishdi. Uning muvaffaqiyatini tabriklab qanday sovg'a taqash keldingizki? Rahmat. Men savodishim Adil Mecitning bu etot kechiligining muvaffaqiyatli bo'lishini tilash bilan birga oddiy bo'lsa-mu bir naqshamni ag'ash kelgandim. Naqshamning ismi Mening kulkam. Alem ara külgem kabi yangraq nava Ömrğanım canğı can bergen melhem dava Bu mening külkem diyeceğim çin muhabbet sevgiler kan yeter kılsam nava Köngli kara köydir giler Külkem bilen el güldürüp, külkem bilen el güldürüp Can el migriden keşkenni örtep göydürüp Keşkenni örtep göydürüp Keşkenni örtep göydürüp Varmıdı alem ara Külkem kabi yangraq nava Ömrğanım canğı can bergen melhem dava Bu mening külkem diyeceğim çin muhabbet sevgiler kan yeter kılsam nava Köngli kara köydir giler Mening külkem Men etey yangraq nava Külkem bilen el güldürüp Can el migriden keşkenni örtep göydürüp Keşkenni örtep göydürüp Keşkenni örtep göydürüp Yıllar örtep göydürüp